Chetda turgan texnikalarni hammasi likvidatsiyaga tushgan. Bu texnikalarni sotuv narxidan, bozor narxidan arzonroqqa kerak bo'lsa zararga berib yuboraman. Narxini bilishingiz uchun davlatdan qanaqadir spravka olib kelishingiz shart emas. Misol uchun Beston brendini issiq suv, sovuq suv bera oladigan kulerlari vaqtida $110 gacha sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $39 $130 sotilgan bochkali pilisos. Bu pilososlarni ko'pchilik biladi. Hozirgi paytda bor yo'g'i $49 dan $305 gacha sotilgan Ferre brendining xolodilniklari hozirgi paytda bor yo'g'i $99 dan $110 gacha sotilgan mikrovolnovkalar hozirgi paytda bor yo'g'i $45 dan $490 dan $550 gacha sotilgan vitrinli xolodilniklar bor yo'g'i $349 dan cheleli bahaybat pilososlar. Bu pilososlar $130 gacha sotilgan hozirgi paytda bor yo'g'i $49 dan 2 metrli Ferre brendining no frost sistemida ishlaydigan xolodilniklari morozilkasi past tarafida, xolodilniki tepa tarafida sensorli boshqaruvga ega $618 gacha sotilgan hozirgi paytda bor yo'g'i $333 dan почти $700 gacha sotilgan Beston brendining bahaybat xolodilnigi morozilkasi tepada, xolodilnigi pastda, no frost sistemida ishlaydi, invertor motorli $682 gacha sotilgan hozirgi paytda bor yo'g'i $499 dan. Ko'ryapsizlar, tovar juda ham ko'p. Bularning hammasi bitta videoga sig'maydi. O'shaning uchun men bularning hammasini bitta-bittalab Telegram kanaliga dumaloq video qilib joylayman. Agar siz haligacha Telegram kanalda bo'lmasangiz, hoziroq o'tib podpiskani bosib qo'ying.